Oxirgi marta muzeyga qachon bordingiz? Yoki farzandlaringizni olib, qachon ularni muzeyga olib bordingiz? Menimcha eslolmasangiz kerak. Agar eslayotgan bo'lsangiz, albatta buni izohlarda yozib keting. Ayni damda men aloqa tarixi muzeydaman va to'g'risini aytaman, o'zim anchadan beri muzeylarga kelmayotgandim. Va bugun ham ko'rish, ham o'rganish, ham sizga tanitish, ko'rsatish bahonasida muzeyga keldim va birinchi ekskursiya aloqa tarixi muzeydan bo'ladi. Bundan keyin YouTube kanalimda barcha muzeylardan chiroyli videolarni kutsanglar bo'ladi. Demak, biza muzeyni aylanishni boshlaymiz. Ishonavering, bu sizga juda ham qiziq bo'ladi. Muzeyimiz aloqa tarixi muzey. Muzeyimiz 2009-yil 24-oktyabrda faoliyatini boshlagan. Birinchi ekspozitsiyamiz axborot saqlovchi va musiqa saqlovchi vositalar ekspozitsiyasi. Tasmali magnitofonlar musiqa saqlovchi vositalar hisoblanadi. Tasmali magnitofonlarimiz ishlab chiqarish boshlangan paytda bir qatorli bo'lgan. Magnit tasmani faqat bitta tomoniga bir qator qo'shiq yozilgan. Keyinchalik ikki qatorli, har tomoniga bir qatordan qo'shiq yozilgan. Mana bu tasmali magnitofonimiz 4 qatorli 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi qatori. Knopka yordami ikkinchi qatori. Kartoshkalarni almashtirsa ko'rinadi, yana ikki qator qo'shiq eshitishingiz mumkin. Aloqa sohasini boshi bu pochta hisoblanadi. Ko'rib turganingiz bu pochtani birinchi transporti. Toshkentda birinchi pochta stansiyasi 1865-yilda ochilgan va aynan mana shunaqa aravalardan foydalanilgan. Ovozni yozib olgan va eshittirgan birinchi uskunalardan tortib radiolarni ko'rishimiz mumkin. Ovoz yozib olgan va eshittirgan birinchi uskuna bu fonograf hisoblanadi. Fonograf 1877-yilda Thomas Alva Edison tomonidan ixtiro qilingan. Qo'lda boshqarilgan elektr toksiz. 1887-yilga kelib Emil Berliner tomonidan grammofon ixtiro qilindi. Grammofon ham elektr toksiz ishlagan ichki mexanizmi xuddi mexanik soatnikiga o'xshab ishlaydi, ruchkasi aylantiriladi va ichidagi prujinalarni harakatga keltiradi. Igna yordamida plastinka ariqlarida saqlangan ovoz tebranishlari karnay yordamida eshittirilgan. Keyinchalik patefonlar ishlab chiqarildi. Patefon xuddi mana shunaqa tartibda ishlagan, ya'ni elektr toksiz, ruchkasi aylantirilgan va ichidagi prujinalarni harakatga keltirgan. Mafon komod 1910-yilda Angliyada ishlab chiqarilgan. Tepada plastinka o'ynatgichi bor. Karnay mana pastiga joylashtirilgan. Bu mebel sifatida ham ishlatilgan. Radiola. Radio. Faqat radio eshitish imkoniyatini bersa, radiolada ham radio, ham plastinka eshitish mumkin. Ikkitasi bir. Bu radiola. Radiola. Magnitofonni bir qatorlisi. Tranzistorli ko'tarib yurishga mo'ljallangan radiopriyomnikni birinchi pultli radio. 1958-yilda ishlab chiqarilgan. Pulti 5 metrli kabelda ulangan. Ikkinchi jahon urushidan keyin nogironlar uchun ishlangan maxsus radio. Kimdir urushdan qo'lsiz, kimdir oyoqsiz qaytib kelgan, ularning hayotini yaxshilash uchun ishlangan birinchi pultli radio. Otkritka, konvert namunalari, otkritka sotadigan apparat. Pochta stansiyalariga qo'yilgan tanga yordamida otkritkani tanlab, knopkani bosib turib, otkritkani sotib olish imkoniyati bo'lgan. Shu o'rinda ma'lumot sifatida aytib o'taman, muzey har kuni soat 9 dan 18:00 gacha ishlaydi va bir kun yakshanba kuni dam oladi. Bemalol bolalar bilan kelib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir bir nechta farzandini olib kelgan ota-onalarni ko'rdim. Bolalari juda ham ko'zlari yonib, birinchi telefon, birinchi pochta, birinchi u bu deb rosa ham boshqacha emotsiya olishyapti. Sizni ham taklif qilaman. Telegraf apparatlari elektr toki ixtiro qilinishi bilan yaratildi va birinchi telegraf apparatlari axborotni alfavit harfi emas, Morze alifbosida nuqta seriallardan foydalanib jo'natgan. 80-yillarda Toshkent telestudiyasida ishlatilgan. Pastda oq-qora, tepada rangli kichkinalar ko'tarib yurishga mo'ljallangan televizor namunalari. Endi mana bu televizor. KVN 49 1949-yilda sobiq ittifoqda sotuvga chiqarilgan birinchi televizor. Ekrani 11,5 ga 16 sm, to'liq komplektatsiyada oldiga linza qo'yilgan, suv solingan, suvga bir tomchi glitserin tomizilgan, suv loyqalanmasligi uchun. Mana suv bor ichida. Linza tasvirni kattalashtirishga yordam bergan. O'sha KVN 49 televizorni linzasiz ko'rinishi. Hammada ham imkoniyat bo'lmagan o'z davrida. Hammada ham bo'lmagan imkoniyat sotib olishga, butun mahalla yoki qishloqda bir yoki ikki kishining uyida bo'lgan, yig'ilib tomosha qilishgan. 1935-yillardan boshlab ko'chalarga mana shunaqa telefonlar qo'yildi. Ular avvaliga tilllik tangada, keyinchalik jeton namunalari ham bor mana. Keyinchalik kartochkalarda ishlagan. Tanga tashab go'shak ko'tarilgan. Raqam terilgan. Telefon ko'tarishingiz mumkin. Narigi tomon telefon go'shagini ko'tarmasa, avtomat pulingizni qaytarib bergan. Allo.
Ismingiz nima? Tanga qo'yilgan, go'sha ko'tarilgan, raqam terilgan. Agar aloqa amalga oshsa, pulingiz avtomatik ichiga tushib ketgan. 1940-yillardan boshlab ko'chalarga mana shunaqa radio karnaylar qo'yildi. Va bir kunda 7,5 soat davomida axborot eshittirilgan. Uylarga 1927-yildan boshlab simda radio tortilgan bo'lsa, urush yillarida o'sha radiolar uylardan hammasidan yig'ib olingan ekan, chunki noto'g'ri axborot ketmasligi uchun. Faqatgina ko'chalarga, odam gavjum joylarga radio karnaylar o'rnatilgan va bir kunda umumiy 7,5 soat davomida axborot eshittirilgan. 1940-yillar Ikkinchi jahon urushi davriga to'g'ri keladi va sobiq ittifoqda birinchi ovozi chiqqan diktor radio karnaylardan Yuriy Levitin. Bu odam haqiqiy motivator hisoblangan, sovet jangchilarini ruhlantirib turgan. Bu odamdan o'z davrida Gitler ham qiziqqan va boshqa uchun pul mukofoti e'lon qilgan, lekin maqsadga erisholmagan. Urush boshlanishi ham, urush haqidagi ma'lumotlar, g'alaba xabari ham aynan shu odam tomonidan e'lon qilingan. Eshitamiz. Muzeyni aylanish davomida bir narsani hozir aytdilar. Muzeyga kuniga bitta ikkita emas, men aytganimdek, judayam ko'p odam kelar ekan. Hatto 500-600 tagacha odamlar kelar ekan va kunni bo'yi ularni kutib, ularga mana shu narsalarni eshittirib, tanishtirib, rosa charchab qolamiz. Hatto shunaqa ko'p darajada odam keladi dedilar. Bu men uchun to'g'risi men hayron qoldim, rosa ham hayron qoldim. Elektr toki ixtiro qilinishi bilan telegraf apparatlari ixtiro qilindi. Birinchi telegraf apparatlari axborotni maxfiy tarzda jo'natgan. Faqatgina 1930-yillarga kelib, telegraf apparatlarida alfavit harflari qo'yildi. Bitta apparat faqat axborot jo'natdi, ikkinchisi faqat qabul qildi. 1950-yillarga kelib, telegraf apparatlari start-stopli bo'lgan, ya'ni bitta apparat ham axborot jo'natgan, ham axborot qabul qilgan. Mana shunaqa shovqinda bitta sexda 50 tadan 200 tagacha operator ishlagan. Bir sutkada to'xtovsiz axborot 24 soat davomida jo'natilgan va qabul qilingan. Axborot mana shunaqa perfoliyaga kelgan. Axborot tekst shaklida kelgan, bundan tashqari axborot siqilgan shaklda kelgan. 1876-yilda Alexander Bell tomonidan birinchi telefon ixtiro qilindi. Eshitilgan, gapirilgan. Na raqam teradigan joyi bor, na qo'ng'iroq chaladigan joyi bor. Narigi tomon chaqirish uchun qalam orqasida taqillatilgan yoki hushtak chalingan. 1930-yillarga kelib, uylarga raqamsiz telefon apparatlari qo'yildi. Bu ham hammani uyiga emas. Ma'lum bir lavozimda ishlaydigan xodimlarni, harbiylarni, boyzadagonlarni uylariga qo'yilgan va telefon go'shagini ko'targan paytda kommutatorda qo'ng'iroq chalingan va kommutator operatori siz bilan ulangan. Kim bilan ulanmoqchiligingizni so'ragan va kerakli abonent bilan sizni qo'lda ulab berish imkoniyatiga ega bo'lgan. Boshqachasiga imkoniyat yo'q. Yana bularda suhbat eshitish mumkin bo'lgan, eshitgan, suhbatni eshitib turgan. Bundan tashqari xotirasi juda ham mustahkam ayollar tanlangan, qaysi yechekada, qanaqa lavozimdagi xodim, qaysi adresda yashashini yoddan bilish kerak bo'lgan. Chunki qiynalmasdan ulab berish uchun. Avtomat telefon stansiyalar ixtiro qilingandan keyin telefon apparatlarida raqamlar qo'yildi va avtomatik tarzda raqam tergan holatda bitta abonent ikkinchisi bilan ulangan. Direktorlik pulti bitta xonada turib, raqam termasdan knopkalar yordamida bir nechta bo'limlar bilan ulanishi mumkin. Maxsus telefon apparatlari laboratoriya, shaxta, suvosti kemalarida ishlatilgan zirhi zarbga, zirhi kislotaga chidamli telefon apparatlari yer ostidan payvandlanadi. Shuning uchun quduqdan chiqib turgan kabelshik maket qilingan. Mis kabel namunalari va takomillashgan optik tolali kabel namunalari. O'zbekistonda foydalanilgan birinchi mobil telefon apparati. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning telefon apparatlari aynan mana shu telefondan O'zbekistonda birinchi xalqaro simsiz aloqa amalga oshirilgan. 1992-yil 26-avgustda Yaponiya bilan gaplashilgan. Bir narsani alohida aytib o'tish kerak, muzeyga kirish bepul va bu yerda o'zbek, rus va ingliz tilida sizga xizmat ko'rsatilar ekan. Agar sizga mana shunaqa muzeylardan videolar yoqadigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib ketinglar.